Assalomu alaykum aziz hamkorlar, hamyurtlar. Men ismim Diloram. Bu kompaniyaga men sog'lig'imni tiklash uchun kelganman. Shu kompaniyani mahsulotlarini olib, menda черепное давление, arterialniy давление, artrit, juda ko'p kasalliklar bor edi tanamda. Shu kompaniyani mana bu mahsulotlarini ichib, sog'lig'larimni tiklab oldim. Men ikkinchi guruh nogironi edim aslida. Hech qanday ishga yaramas edim. Juda ham ko'p joylarda davolanib hech shifo topolmagan edim. Hozir esa mana shu davr ichida hali biron marta boshimda pristup bo'lmadi. Biron marta haligi muammo bo'lmadi sog'lig'imda. Qayta sog'lig'im tiklanib, o'zim ham o'zimni yaxshi his qilib, kuch-quvvatga kirib, shu yerda mehnat qilib yuribman. Sizni tanishlaringizdan chiqdi deysizmi boya? Meni bu rezultatlarimni ko'rib, natijalarimni ko'rib, atrofimda qarindoshlar, keyin yana do'st dugonalarim hammasi ichishib, ular ham mana shu mahsulotdan foydalanishib, ular ham natijalarga chiqishyapti, ya natijalar ko'rishyapti. Nima natijalar ko'rishyapti? Kimnidir boshi og'riq, boshlari tuzalgan, kimdir artrit, mana oyoqlari og'rib yurgan, ko'p yoshi katta ayollar juda ko'p oyoq og'rig'i bilan muammosi bor. Ular ham tuzalib ketib, tuz yig'ildi deydi, suyagim og'riydi deganlarning hammasi tuzalib, hozir yaxshi yurishibdi. Natijalarimiz juda yaxshi. Rahmat sizga.